9-yanvar 2026-yil soat 20:00 da Mening yurtim telekanalida Iffat serialining 72-qismi namoyish etiladi va aynan shu qism voqealarga yanada chuqur ma'no bagishlaydi. Syujet tomoshabinni befarq qoldirmaydigan nuqtaga olib keladi, chunki har bir qaror qahramonlar taqdiriga ta'sir qiladi. Kamron va Shirinning hikoyasi bu qismda or, sadoqat va muhabbat sinovlari sifatida namoyon bo'ladi. Kutilmagan zarbalar, og'ir sinovlar va mashaqqatli yo'l ularning his-tuyg'ularini charxlaydi. Serialning kuchi shundaki, u mojarolarni soddalashtirmaydi, balki hayotga yaqin va ishonarli tarzda ochib beradi. Iffat insoniy tanlov mavzusini juda nozik ko'rsatadi. Haqiqiy muhabbat qanchalik kuchli ekanini aynan mana shunday sinovlar orqali his qilish mumkin. Bu qism tomoshabinda chuqur taassurot qoldiradi va qahramonlarga nisbatan hurmat uyg'otadi. Serial o'z darajasini saqlab qolmoqda va samimiy dramatik hikoya bilan e'tiborni tortishda davom etmoqda.